Navbatdagi mijozimizni polni mebellarni qilib berganmiz hamda MDF ishlarni yasab berganmiz. Sizlar bilan o'shalarni ko'rib chiqamiz. MDF ishlarimiz qalin MDF dan bo'lgan, nakladkalari bilan birga slanoy ko'sti rangidan bo'lgan. Nalishniklari ham 16 lik qalin MDF dan bo'lgan. Bizlar MDF ishlariga 4 tadan petli qo'yamiz, chunki MDFlarimiz ichi polni to'la hamda MDF qalindan bo'lgani uchun ishlar tadrim osilib ketmasligi uchun 4 tadan petli qo'yilgan. Qolganlariga ham hammasiga 4 tadan qo'yilgan. Zamoqlari ham sifatli zamoqlardan qo'yilgan. Mana bu yana reshina qilganmiz, magnitli bo'ladi bular. Xohlagan payti ochib o'qib, ligirovka qilish mumkin. Bu kuxniyaga tabiiy toshdan qo'yganmiz, 3 sm qalinlikda. Juda baquvvat narsa. Gazlari ham, moykalari ham bir-biriga podset bo'lgan. Hamma mexanizmlari vakuumli. Bu shkafimiz high-tech variantda bo'lgan. Tepalarini bezruchcha qilib berganmiz, tagidan ochiladigan. Yana bitta fishkasi jahl chiqib yopganda ham o'zi asta yopiladi. Sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qiling.